Ultimate Royale'da bitta xato va skvatni minus bo'lib ketishi kutilgan holat, chunki shunga pushkilda qurol yo'qdi, lekin to'pponchada nok berdim. Keyingi 15 soniyada sherilarim yopilib ketadi. Bu yerda men ikkita kill qilib o'zim tirik qolishim kerak edi. Muhimi shashmaslik kerak, Ultimate Royale'da kallar bilan aql bilan o'ynash kerak. Bu sherilarim yopilib ketgan, bularda arzuga yo'q edi. Keyin bundan keyingi videoda men vashi biznes qutqarib olishim joyi bor. Shuni qilib boramiz, boshqa qilamiz, like obuna bo'lib ketamiz. Qani go. Yo'lda o'rtasi o'tyapti. Kulak biraz, oraya Bakayım. Biraz kulak. Ya kulak veriyor, aslında adam var. Awesome. Loot maşını Türkiye'de de aldı. Loot maşını patlamıştır. Kiler aldı. Ha kiler. Marol, David. Sıra David. Awesome. Artık görün, motorun başı çık baktık. Motorun sırada onu bir yukarı çıkarıyor sanki. Ne başı çıkarıyor? Bunu tamam. Bu boshidagi yopilgan 3 odamda sherigi va oxirgi sherigi. To'g'risi qayerdan olganini bilmayman. Onasini mashinani taydan olib qo'ydi. Lekin yaxshi yashashga oldik. Orada yo'llarni to'xtab qoldi. Endi bosamiz. Yo'q emas.